Siz undaq demang, Uyg'urlarcha o'zining milliy qahramonlarini qadrlash degan ruh pesqiyki yo'q. Azdigin efendim. Men texe siz to'g'rilikcha gap qilamdim, men xijil. Masalan, mushundaq nozik masalalarni sizga qo'yayotgan qanchalik Uyg'ur va g'ayrat bilan, qahramonlik bilan, shijoat bilan o'zining shaxsiy manfaatini bir yoqqa qarab qo'yib, millat manfaatini ustun qo'yib qo'yayotgan qanchalik odam bor. Yo'q, sanoqliq. Hergiz unda demang. Men texe siz to'g'rilikcha gap qilamdim. Men bu xijil sizning oldingizda. Siz nayt to'g'ri dedingiz. Bu ishplaslar, bu savadsız ishplaslar, men dedim-ku savadsızlar deb. Bu ishplaslar qanday qildi olsangiz, mush Amerikadagi qahar barat degan ishplas, shuningga agashgan mush ishplaslar bor ha. Men bu qahar baratga gaqib yerib ketdim qarang. Endi mushunday ishplaslar tarixni bilmaganligi, guylar tarixshunos emas-chimi? Bir Türkçe'de okuyan guylar, herkes ulan çoğun kömenler Amerika'daki ben de koyayım. Azizkin efendim. Yiyişini bilmeydiğin guylar o. Ama ya çıkıyılıp da gapni anlap, kalaymagan gapni kıvatıdı karak. Ular tarixshunos buluşka, birer şahsiki oblar ilan kılışka salahiyetim yok o guylarning. Ama şundan guylar kalaymaganlaştırıp etti. Siz bir gapni nayet toğru dediniz, biz berip sözleşimiz gerek şu şahslar bilen, tarixlar bilen deb. Sözleşmeyi oblar ilan kıldı ey. Hoca Niyaz Hacı Sabit Damallı'nın 30. yıllardaki vaziyeti qanday sen berip sözleş ulan. Sözleşip etraftaki siyasi güçlerini tahlil kıl. Xalqaradagi güçlerini tahlil kıl. Anaki obzor e'lon kıl ular. Hey, Ahmetcan'a obzor e'lon kılgan nemi salahiyetin var? Ha? Ahmetcan Marksizm Leninizmning millatlar azodlik nazariyasi bo'yicha fursat kutadi da ayada o. Menga cho'qim bir nan tegidi bo'pti. Tishimni tishlab bir kutib boqay deb vaziyatni kuzatib bu fursat kutib o'tdi. Oxirsini o'zi qurban berdi-ku. Sayfiddin o'zi qurban bermay, bütün Sayfiddinning qo'lida o'ttirib o'tdi inqilobchilarni mana. Ay Sayfiddinning maaşı qarang, Mao Zedongdan ustunjimi aning maaşı men sizga deb qo'ying. Xitoydagi davlat rahbarligida eng yuqori maaşı qo'yachi. Maaşı yuqori ko'tarib, ikki qavat o'yin sapasa, ishplas inqilobga qatnash, inqilobim yo'q bugun o'zingiz bilsiz. Abdukerim Abbasning tuquniga İnqilab g'alaba qanga G'uljida bugun chaqirib kelibdi. İnqilobga qatnashmagan matas etib yuribdi G'uljida. Ana mushunda guyliq obzor e'lon qilmay, ashi Sayfiddinni maqtaydigan guyli bor. Ahmetcan obzor e'lon qilgan nima salohiyati bor?